Mening ismim Abdushukur Sherip. Men G'o'lsharlik Do'ngmayli Umrishxon turishliq. Dadam va opam, qarindoshlarim va boshqa urug'lar ustidan bugun guvohlik bermoqchi. Mening dadam Sheripjon Mehmet, bu yil 67 yosh. Dadam G'o'lsharlik oltin boshlang'ich peshqanda o'qituvchisi. Opam bu yil 62 yosh, Buxalcham Mehmetjon. Opam G'o'lsharlik tasharruf bozorida odatli tijoratchi. Enim Abdurahim Sherip va singlim Madina Sherip. Bular bu yil 3-oyda oil bo'yicha tutib ketilgan to'g'riliq xabar topgan. Dadam va opam bilan men ko'rishmagani 13 yil bo'ldi. Hozir turishliq o'rnim Gollandiyada. Buningdan 5 kun burun Yepsut içip ularni keskinlik to'g'riliq xabarlarni topshirib oldim. Dadam 5 qarindosh, ular 17 navra, opam 7 qarindosh, ular 21 navra. Men hozirgacha yana 13 yil jarayonida hech kim bilan aloqa qilib boqmadim. Ularning hozir hayotmi, qaysi birisi qayerda, qaysi turmada, qaysi lagerda ekanligini men bilmayman. Shu vajdan men Xitoy hukumatiga dadamni, opamni, qarindoshlarimni, barliq urug' tuqqanlarni, hattoki butun begunoh Uyg'ur xalqimni qamoqdan shu lagerdan chiqarib o'tishga chaqiriq qilaman. Shuning bilan birga xalqaro barliq tashkilotlar, inson haq tashkilotlari, kishilik huquq tashkilotlarining Xitoyning bu zulmga qarshi besim ishlatib, Uyg'ur xalqining bu zulmdan qutulishiga ko'z yumolmay bizga yordam qilishini ko'pchilikdan samimiylik bilan so'rayman. Men Sharq Turkistonning G'ulji shahri elektr stansiyasida turaman. Men hozir Gollandiyada yaşayapman. 8 yıl oldu. Men bugün ata-onam, qarindoshlarim uchun guvohlik bermoqchiman. Mening dadam Turahun Jo'rvay, opam Shadiyam Zakir. Biz ikki qarindosh. Enim İlyar, opam bilan dadam ikki qitim meni ko'gili Gollandiyaga kelgan. Mushu sababdan Xitoyning atalmış lagerda turyapti. Opam bilan dadam 30 necha yil hukumatga ishlagan, ham partiya a'zosi bo'lib ishlagan. Shu ikki qitim Gollandiyaga meni nevarlarni ko'gini kelgan gunohi va undan boshqa hech qanday gunohi yo'q. Anglasam ularni 2018-yili 3-oyning 3-kuni tarbiyalash lageri deb ib ketilib, u yerdan 1 oy bo'lgandan keyin dadam tuyuqsiz hushidan ketib, dadamning tan salomatligi yaxshi emas. Dadamni doktorxonaga olib, u yerdan davolatib, u yerdan qaytirib turmaga ketganligini oldim. Aytsizlar undan keyin opamning turmaga ketilganligini, oz vaqtdan keyin ularga Yepsut ichilganligini oldim. Yepsutdan javob chiqmabdi. Shikayatga javob beramiz deydi. Enim bo'lsa, enim yo chet elga chiqib boqmagan, o turmush qurg'ili 5 yil bo'ldi. 2 o'g'li bor. O tirikchilik qilish, oilasini boqaman, bolalarini boqaman deb qolaymagan, hech ishga aralashmagan. Uydagilarim bilan 3 yillik bo'lib qoldi, aloqam uzildi. Ota-onamning salomatligi yaxshi emas. Shu Gollandiyaga o'zlari pasport ishlab, qonunli yo'lga selib, Gollandiyaga chiqibsan, qonunsiz deb akirib ketibdi. Ben ovozini anglab, o'z ko'zim bilan ko'rmaguncha men hargiz bu ishdan to'xtab qolmayman. Anglasam, opamning inisini akirib ketibdi. Uning 8 oy bo'ldi. U bechora ya chet elga chiqib boqmagan, namoz o'tayotgansa, masjidga kirgansa, deb tutib akirib ketibdi. Kichik dadamning o'g'li var, 22 yoshga kirgan, shuni akirib ketibdi. Amerika, Yevropa va butun demokrat davlatlarning Xitoyning atalmış jazo lagerini va turmalarni Xitoyga besim qilib taqib etishini so'rayman.